Quyosh aytar ekan: "Ey Alloh, men shu bandalaringni yuziga, basharasiga qaragim kelmayaptidir ekan." Alloh biladi va so'raydi. O'zi biladi nimaganing. Nimagadir ekan. Sani buyruqlaringni qilmasdan, qaytariqlaringdan qaytmay yurgan, bir-birini qonini to'kib, bir-birini aldab yurgan bandalaringni yuzini ko'rgim kelmayaptidir ekan. Shunda Alloh buyurar ekan: "Men aytgan muddatgacha chiqasan, yoritasan, isitasan, mevalarni pishirib berasan, xizmatingni qildir ekan." Yer aytar ekan: "Ey Alloh, meni ustimda bir-birini qonini to'kyapti bular. Meni ustimda bular bir-birini aldab savdo qilyapti. Meni ustimda bular zino qilyapti, qumor o'ynayapti, aldayapti, yolg'on gapiryapti. Men bularni ko'tarmaymandir ekan.